Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana buni yechimini so'ragan ekansiz, hozir tushuntirib o'tay nima bo'lganini. Mana 5-misolimiz. Bizga chizma beryapti, y o'qi, x o'qi, pastda mana qanaqadir pastdan chiqib, ikki nuqtada tepaga chiqib, f at x funksiya nimasi berilyapti, chizmasi berilyapti. Va uning -1 dan 3 gacha bo'lgan sohani nima qilyapti? X o'qi bilan kesishgan joyida demak, mana shu chiziq, mana bu y teng 0 degan chiziq va 3 x teng 3 chiziqqa chegaralangan sohalarning yuzalarini yozib chiqyapti. Mana shu y trapetsiya A1 deyapti, mana yerda y uchburchak A2 deyapti, tepadagi y uchburchak yuzasini A3 deb olyapti. Va bizdan so'rayaptiki, aynan 0 dan 3 gacha, ya'ni 0 degan mana shuni olsak, mana bundan bungacha so'rayapti. Demak, bizga A1 kerak bo'lmaydi. Bu nima degani integral? Integralda bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Integral yuzani hisoblaydi. Lekin u yuzani misol uchun x o'qidan pastdagi tarafini minus deb hisoblaydi, tepadagini plus deb hisoblaydi va ikkalasini hisoblasa, ikkalasini ayirmasini topib beradi. Bizga mana A2 degani bu moduli. A2 mana ma'nosi nima ekan buni? Yozib qo'ying. A2 bu ma'nosi modul integral 0 dan 2 gacha, mana 0, mana 2. 0 dan 2 gacha y teng 0 dan, ya'ni 0 minus f ot x dx ni hisoblayapti u. Modul qilib. Teng modul, misol uchun biz bilamizki 0 hech narsa hal qilmaydi. Demak, minusdan oldiga minus chiqib ketsa, minus integral 0 dan 2 gacha f ot x dx. Mana f ot x dx imiz aslida nima? A2 ni minusi bilan chiqadi deganda bu mana. Minus bilan. Faqat uni nima qilyapti? Plusga aylantirib beryapti. Yuzasi bo'lgancha plusga aylantirib beryapti. Bizga soha yuzani top desa, biz uni minus chiqarmaymiz, plus chiqaramiz. Shuning uchun modul kiygizilgan. Aslida esa agar bizga integral 0 dan 2 gacha, misol uchun shuni integralni hisobla deganda edi, unda 0 minus f at x boyagidek mana dx. Bu berardi minus 0 dan 2 gacha f ot x dx. Minus son chiqardi. Lekin bizga uni nima qildi? Yuzasi sifatida A2 bo'lgan shu moduldan chiqarib berdi-da. Shuning uchun aytyapmiz mana 0 dan 3 gacha mana bu yerda. Mana shunga qarasak, 0 dan 3 gacha bo'lsa, demak A2 miz bu manfiy, A3 miz musbat. Demak, shuning uchun A2 ni manfiy qilib qo'ydim mana. Minus A2. A3 da tepada joylashgani uchun musbat deb oldik. Shunda A2 ni modulda qiymati 5 edi, demak minus 5 bo'ldi mana. A3 niki 3 edi. Minus 5 ga 3 qo'shsak minus 2 beradi. Adashtirmaslik kerak-da. Soha yuza desa, soha yuzani har doim nima qilish kerak? Musbat qilib ishlatish kerak bo'ladi. Integral desa, unda u pastdagini manfiy deb hisoblaydi, yuqoridagini musbat deb hisoblaydi-da. U aslida absolut nima deydi, yuzani chiqarmaydi. U minusini minus, plusni plus deydi-da, keyin qo'shib tashlaydi. Ko'pchilik adashishi mumkin bu yerda. Bu yerda so'rayotgan narsa ko'rinib turibdi-ku, A2 ga A3 qo'shsak bo'ldi-ku deyish mumkin, bu yerda xato bo'lib qoladi. Chunki A2 miz 5 plus 3 teng 8. Mana 8 degan javob qo'ymagan, agar qo'ysa yaqqol xato qilib ketardi-da. Bu xato yozuv bu. Chunki pastdagi aynan minus bo'lib qoladi, tepadagi plus bo'ladi. Shu.